1398-yil Amir Temur o'zining eng xatarli harbiy yurishlaridan birini boshlagan edi. Nishonda qudratli Dehli saltanati va ularning asosiy zarbdor kuchi bo'lmish zirhli jangovar fillar. U shunchaki urush emas, balki imperiya sarhadlariga tahdid solayotgan xavfni dushmanning o'z poytaxtida uzil-kesil yakson qilish amaliyoti edi. Dehli yo'lidagi ilk shafqatsiz sinov qahraton sovuq va abadiy muziklarga burkangan Hindukush tog'lari bo'ldi. Tarixiy manbalar shundan guvohlik beradiki, tor va sirpanchiq dovonlarda hatto otlar ham qadam bosa olmay qolgach, Temur jangchilari o'zlarini hamda og'ir qurol yarog'larini jaryo qilib, arqonlar yordamida pastga tushirishga majbur bo'lishgan. Tabiatning bu shafqatsiz sinovi Temurning po'lat irodasi oldida chekinishga majbur bo'ldi va yengilmas armiya qalin muzliklarni yorib o'tib, Panjob tekisliklariga qadam qo'ydi. 1398-yilning dekabr oyi